Assalomu alaykum. O'zbekistonda narxlar tez o'sib bormoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, YouTube ijtimoiy tarmoqda birinchilardan bo'lib, O'zbekistonda qabul qilingan rasmiy axborot xizmatidan berilgan ma'lumotlar, yangiliklarni o'tkazib yubormaysizlar. Videomiz ostida bitta like bosib qo'yasizlar. O'zbekistonda narxlar tez o'sib bormoqda. 2025-yil dekabr mahsulotlar sezilarli qimmatlasha boshlagan. Bodring narxi 55%, baklajon 55%, pomidor 25%, Bolgar qalampirlar 22%, pastki 23%dan, karam esa 22-23%dan. Yillik nisbatan kommunal xizmat va energiya narxlari ham oshgan. Gaz 39%, sovuq suv kanalizatsiya 35%, chiqindilarning olib chiqish 32%. Suyultirilgan gaz esa 25%, elektr energiyasi esa 18.8% ga ko'tarilgani aytilmoqda. Albatta siz ham narxlardan xabardor bo'lsangiz, kommentariyaga narxlar qanchaga o'sib borganini yozib ketamiz, virus belgisini qoldirib. Sahifamizga obuna bo'lib, videosiga like bosib qo'yinglar. O'zbekistonda bo'layotgan birinchilardan bo'lib yangiliklarni o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin.